O'quvchi amaliy imtihondan yiqildi, sababi 12 ta mashq ketma-ketligini bilmagani sababli yo'nalishda adashib -100 ball olib boshqa yo'nalishga kirib ketdi. Siz amaliy imtihondagi 12 ta mashq ketma-ketligini bilasizmi? Agar bilmasangiz, ushbu videoda oxirigacha 12 ta mashq ketma-ketligini tushuntiramiz. Videoni oxirigacha ko'ring, siz uchun manfaatli bo'ladi. Agar video yoqsa, bitta like bosib qo'yasiz. Birinchi mashqimiz start chizig'i bo'lib, avtomobilni tayyorlash, kamarni taqish va ushbu chiziqdan o'tib ketmasdan mashqni boshlash. Ikkinchi mashq, ya'ni piyodaga yo'l berish, stop chizig'ida 1 metr masofada to'xtash. Uchinchi mashqimiz estakada, ya'ni qiyalikda to'xtash. Bu yerda ham 1 metr masofada to'xtaysiz va avtomobilni orqaga harakatlanmasdan joyida qo'zg'alib chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. To'rtinchi mashqimiz o'tkir burchakli xavfli burilish, ya'ni 90 graduslik mashq bo'lib, birinchi yo'lak C toifasi, ya'ni yuk avtomobillari uchun mo'ljallangan, ikkinchi yo'lak B toifasi uchun, ya'ni yengil avtomobillar uchun mo'ljallangan. Beshinchi mashqimiz tartibga solingan chorraha, ya'ni svetofor ishorasiga qarab harakatlanasiz. Bizda tartibga solingan chorraha amaliy imtihon jarayonida 4 marta keladi. 6-mashqimiz ilon izi mashqi bo'lib, birinchi yo'lak yengil avtomobillar, ya'ni B toifasi uchun mo'ljallangan, ikkinchi yo'lakda mana belgida ko'rsatilgan C toifasi, ya'ni yuk avtomobili uchun mo'ljallangan. Ketma-ketlikdagi 7-mashqimiz bizda orqa parkovka mashqi bo'lib, amaliy imtihonda yengil avtomobillar uchun 3 ta orqa parkovka mo'ljallangan. Agar birinchisi band bo'lsa, siz ikkinchi ushbu orqa parkovka mashqini bajarishingiz ham mumkin. Agar ikkinchisi ham band bo'lsa, uchinchi, ya'ni keyingi orqa parkovka mashqiga kirib bemalol bajarishingiz mumkin bo'ladi. 8-mashqimiz bizda temir yo'l kesishmasi bo'lib, temir yo'l kesishmasida ham 1 metr oralig'ida to'xtab 5 soniya kutib turasiz va keyin yurishda davom etasiz. 9-mashqimiz bizda tezlanish bo'lagi bo'lib, 40 belgisini ko'rganimizdan keyin uzatmalar qutisini 2 ga olib, orolchadan o'tganda 20 belgisini ko'rganimizda uzatmalar qutisini 1 ga olamiz. 10-mashqimiz tezlanish va sekinlanish bo'lagidan chiqqanimizdan keyin avariyniy holat, ya'ni avariyniy ishorani 3 sekund, ya'ni 3 soniya bosib to'xtab turamiz va harakatni davom ettiramiz. 11-mashqimiz bizda yon parkovka, ya'ni parallel parkovka mashqi bo'lib, amaliy imtihonda sizga 3 ta joy belgilanadi, ya'ni yon parkovka uchun xohlasangiz birinchisiga, xohlasangiz ikkinchisiga yoki-da 3-chi bo'sh parkovkaga mashq uchun kirishingiz mumkin bo'ladi. Oxirgi, ya'ni 12-mashqimiz bizda finish bo'lib, finishga ketayotgan paytingizda ogohlantiruvchi ishorani o'ng tomonga yoqib, finish mashqini bajarib, amaliy imtihonni bemalol topshirishingiz mumkin bo'ladi. Xuddi mana shu holatda startdan finishgacha 12 ta mashq amaliy imtihonda ketma-ketlikda topshiriladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga albatta like bosing va bizga obuna bo'lishni unutmang. Shunga o'xshash foydali videolarni o'tkazib yubormaysiz. Murojaat uchun quyidagi telefon raqamlariga bemalol bog'lanishingiz mumkin.